Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Bugun siz bilan yana bitta ajoyib taom tayyorlashni o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu qanaqa taomligini bilib olasiz. Demak, bizga kerak bo'ladigan masalliqlarni oldindan archib tayyorlab oldim. Ko'rib turgan masalliqlaringiz. Va bizga bu safar guruch kerak bo'ladi. Tozalab yuvib olingan guruch. Buni qaynagan suvga solib bir qaynatib olamiz. Go'shtni ham oldindan qo'y yog'i bilan birgalikda farsh qilib maydalab oldim. Piyoz, ko'katlar va ko'rib turganingizdek lavash xamiri kerak bo'ladi bizga. Ishimizni bismillahir-rahmonir-rahim deb boshlaymiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz guruchimizni qaynatib olamiz. Guruchimizni qaynab pishga yaqinlashgan suvga solamiz. Demak, guruchimiz bir qaynab chiqishini kutamiz. Bir qaynab chiqqandan keyin olamiz. Guruchimiz qaynab tayyor bo'lguncha piyozni mana shu ko'rinishda to'g'rab olamiz. Masalliqlarimizni xuddi shunday birin-ketinlikda to'g'rab olamiz. Endi navbat sarimsoq, piyozga keldim. Keyin ko'katni to'g'rab olamiz va maydalangan go'sht farshimiz bilan birgalikda aralashtirib nachinkasini tayyorlab olamiz. Mana devichkalar, guruchimiz ham tayyor. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Suv tortguncha qaynatdik. Suvni botadigan qilib solasiz guruchga suvni va guruch suvni tortib bo'lguncha qaynatasiz, yetadi. Farshimizni solamiz. Bunga qaynab chiqqan guruchimizni ham ozgina sovutamizda solib yuboramiz. Endi birin-ketin ziravorlarni solishda davom etamiz. Demak, bir qoshiqcha tuz solaman. Ezilgan murch. Mana. Va ozgina zirani kaftimizga ezib solib olamiz. Endi hamma masalliqimizni birin-ketin aralashtiramiz. Bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtirib olamiz. Xuddi mana shu ko'rinishda masalliqlarimizni aralashtirib oldik, tayyor bo'ldi. Mana endi buni chetga olib qo'yamiz va xamirini tayyorlaymiz. Manaki eng taomimizni qiziq joyi deydi-ku. Shundan qiziq joyiga keldik. Xamirlarimizni tayyorlab olamiz. Ishdan kech kelgan vaqtingiz, uyingizga tasodifan mehmon kelib qolganda bu bizga juda ham yordam beradigan lavash xamirlari. Vaqtingiz bo'lsa xamirni damashni qilib qo'lda tayyorlasangiz ham bo'ladi. Lekin shoshilganda bemalol lavash xamiridan foydalansangiz ham bo'ladi. Demak, xamirlarni ochib olamiz. Mana menda 5 dona xamir. 5 ta dona xuddi shunday ko'rinishdagi xamir. Ularni kesib taxlab olamiz. Demak, buni birinchi 2 qatlab teng o'rtasidan bo'lib olamiz. Lavash xamirini. Mana bunday yarimta xamir. Endi buni mana shu ko'rinishda kesib olamiz. Xuddi mana shunday ko'rinishda kesib olasiz. Bitta demak yarimta bo'lagini 3 qismga bo'lib olamiz. Manaki hurmatli obunachilar, xuddi mana shunday ko'rinishda xamirlarimiz taxlab oldik. Endi buni ichi yanada sochni bo'lishi uchun, yumshoq bo'lishi uchun uyda bor masallig'imiz. Farqi yo'q, sariyog'mi, qaymoqmi, menda bor, xolodilligimda sariyog' ozroq va qaymoq bor edi. Shundan foydalandim. Eritib surib olamiz. Mana qaymog'imizni ham eritib oldik. Manaki. Endi xamirlarimizni bitta-bitta olamizdan qaymog'imizni surtib olamiz. Xamirimizni hamma joyiga bir xil
surtib olamiz. Xamirimizga mana endi tayyorlab qo'ygan nachinkamizdan bir qoshiq solamiz. Mana bir qoshiq soldikmi, endi ikki tomonini qayiramiz va mana bu ko'rinishda bukib olamiz xamirlarimizni. O'rab mana ikki chakkasi yopiq bo'ladi, chunki xamirimiz sochni ichidagi nachinkamiz suvlari erib xamirimiz sochni bo'ladi. Oldindan yaxshilab yog'lab qo'ygan qasqonimizga terib olamiz. Tayyorlab oldik xonimlarimizni bo'kib. Endi buni qaynagan suvda 40 minut davomida pishira olamiz. Qani ketdik. Manaki qasqonlarimizni joylashtirib olamiz. Yaxshilab yog'lashimiz kerak, chunki xamirlarimiz shishganda bir-biriga yopishib qolmasligi uchun. Ovqatimiz pishishga tayyor bo'lyapti, yaqinlashyapti. Tatam, tayyor bo'ldi ovqatimiz. Ana hidlarini deydi-ku. Endi buni tekshirib ko'ramiz. Yeyish uchun sveji pomidordan achchiqcha, domashniy qatiq. Qani ketdik, yeb ko'ramiz. Bismillah. Mana ichlari juda ham qarang. Sochni qanaqa shirin. Suvlarini qarang, mana suvlarini chiqishini.